Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizga avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali keladigan to'lovlar, qayta hisob kitoblar va ko'pchilik kutayotgan yoqimli yangilik haqida juda muhim ma'lumot beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, balki ota-onasi pensiya oladigan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan, nogironlik pensiyasidagi yaqinlari bor, ijtimoiy nafaqaga tayanib yashayotgan har bir oilaga tegishli. Men darhol aytaman, pul masalasida eng xavfli narsa mish-mishlarga ishonish. Kimdir hamma odamga falon summa tushadi deydi, kimdir faqat arza berganlar oladi deydi, yana kimdir kechiksa pul kuyib ketadi deb qo'rqitadi. Shuning uchun bugun men sizga masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgargan, kimga qo'shimcha pul kelishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak va pulingiz to'g'ri hisoblanganini qanday tekshirasiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Hozir esa kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyasi qanday hisoblanganini aniq bilmas edi. Odam faqat kartaga pul tushganini ko'radi yoki pochta orqali oladi. Lekin bu summaning ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya bormi, qayta hisob kitob qilinganmi, bularni ajratib tushunmaydi. Natijada bir xil yoshdagi, bir xil ish stajiga ega ikki odam turli miqdorda pensiya olsa, darrov noto'g'ri hisoblashgan degan gumon paydo bo'ladi. Aslida pensiya miqdoriga bir nechta omil ta'sir qiladi. Birinchisi ish staji, ikkinchisi ish haqi va sug'urta badallari bilan bog'liq ma'lumotlar. Uchinchisi pensiya turi, yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami. To'rtinchisi davlat tomonidan belgilangan oshirishlar, qo'shimchalar va ayrim toifadagi fuqarolar uchun ustamalar. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda pensiya tizimida ma'lumotlarni elektronlashtirish kuchaydi. Ya'ni ayrim holatlarda ilgari odam o'zi hujjat ko'tarib borishi kerak bo'lgan ma'lumotlar bugun tizimlar orqali tekshiriladi. Masalan, mehnat staji, ish haqi, nogironlik holati. Boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq ayrim ma'lumotlar davlat idoralari bazalaridan olinishi mumkin. Bu yaxshi tomoni. Lekin bu degani hamma narsa avtomatik va xatosiz bo'ladi degani emas. Avgust oyida ko'pchilik kutayotgan yoqimli syurpriz shundan iborat bo'lishi mumkin. Ayrim fuqarolarga pensiya yoki nafaqa qayta hisoblangani, ustama qo'shilgani, oldingi davr uchun farq puli chiqarilgani yoki belgilangan oshirish natijasida odatdagidan ko'proq summa tushishi mumkin. Lekin men ekspert sifatida aniq tushuntiraman. Har bir kishiga bir xil summa keladi degan gapni tekshirmasdan qabul qilmang. Har bir odamning holati alohida ko'riladi. Endi kimlar bu masalaga jiddiy e'tibor berishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiyangiz odatda har oy bir xil kelayotgan bo'lsa, avgust oyida summa o'zgarsa, buning bir necha sababi bo'lishi mumkin. Davlat tomonidan pensiya miqdorlari oshirilgan bo'lishi mumkin, oldingi oyda yetmay qolgan farq qo'shib berilishi mumkin yoki sizning hujjatlaringiz bo'yicha qayta hisob kitob yakunlangan bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner opa 32 yil ish stajiga ega. U ilgari ish joyidagi ayrim yillar arxivda tasdiqlanmagani uchun pensiya hisobida to'liq ko'rinmagan. Keyin arxiv ma'lumoti topildi yoki elektron bazaga kiritildi. Shundan so'ng pensiya jamg'armasi uning pensiyasini qayta hisoblaydi. Agar qayta hisob natijasida oyga 120 ming so'm qo'shib chiqsa va bu farq 3 oy oldindan hisoblanadigan bo'lsa, kartaga bir oyda odatdagi pensiyadan tashqari 360 ming so'm farq ham tushishi mumkin. Odam buni syurpriz deb qabul qiladi, lekin bu aslida uning qonuniy haqqi. Ikkinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim narsa nogironlik guruhi muddati va tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi. Agar guruh o'zgargan bo'lsa, masalan, 3-guruhdan 2-guruhga o'tilgan bo'lsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Ba'zida hujjat tasdiqlanishi bilan to'lov darhol emas, keyingi oyda farqi bilan keladi. Shuning uchun avgustda odatdagidan ko'proq pul tushsa, bu kechikkan farq bo'lishi ehtimoli bor. Keling, real hayotga yaqin misol qilamiz. Bir fuqaro iyun oyida tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik guruhi qayta belgilandi. Hujjatlar iyulda tizimga tushdi. To'lov esa avgustda to'liq hisoblanib, iyun va iyul oylaridagi farq bilan birga berildi. Natijada odam odatdagidan 400 ming yoki
600 ming so'm ko'proq olishi mumkin. Bu pulni ko'rgan odam hamma odamlarga berilayotgan pul ekan deb o'ylashi mumkin. Aslida esa bu aynan uning hujjati va holatiga bog'liq. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda oiladagi voyaga yetmagan farzandlar, o'quvchi yoki talaba farzandlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari muhim ahamiyatga ega. Agar farzand o'mizbeki yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumot kerak bo'ladi. Mana shu ma'lumot vaqtida kiritilsa, to'lov tiklanishi yoki farq puli berilishi mumkin. Tasavvur qiling, bir oilada ota vafot etgan. 2 farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand 10 yoshga to'ldi. Lekin kollej yoki universitetda kunduzgi shaklda o'qiyapti. Agar o'qish ma'lumoti vaqtida taqdim etilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjat olib bo'lsa, huquq saqlangan davr uchun qayta hisob qilinadi. Shunday holatda avgust oyida oilaga birdaniga bir necha oy uchun farq tushishi mumkin. 4-toifa pensiya yoshiga yetgan, lekin hujjatlarni kech topshirgan fuqarolar. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetdim, demak pul avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya tayinlash uchun murojaat, hujjat va ma'lumotlar zarur bo'ladi. Agar fuqaro vaqtida murojaat qilsa, pensiya belgilangan tartibda hisoblanadi. Kech murojaat qilsa, ayrim to'lovlar murojaat sanasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashgan odam oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Bu juda ko'p savol tug'diradigan mavzu. Ishlayotgan pensionerning ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlari, mehnat shartnomasi bo'yicha ma'lumotlari keyingi qayta hisob kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotgan bo'lsangiz, keyinchalik qo'shimcha ish staji yoki daromad ma'lumotlari inobatga olinishi ehtimoli bor. Lekin bu har oy avtomatik ravishda katta qo'shimcha tushadi degani emas. Har bir holat qonunchilikdagi tartibga qarab ko'riladi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz har oy pensiyangizni o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik guruhi yoki boshqa huquq beruvchi holatingizda o'zgarish bo'lmasa, to'lov kechikmagan bo'lsa, vahima qilishga hojat yo'q. Avgustda pul odatdagidek tushsa, bu sizga nisbatan xato bo'ldi degani emas. Qo'shimcha to'lov faqat shunga asos bo'lsa beriladi. Lekin mana bitta muhim nuqta bor. Ayrim pensionerlar o'z pensiyasi noto'g'ri hisoblanganini yillar davomida bilmay yuradi. Masalan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxiv tasdig'i yo'q. Yoki ayol kishi bolalar parvarishi davri hisobga olinadimi, yo'qmi? Buni aniqlamagan. Yoki korxona nomi o'zgargan, hujjatlar boshqa arxivga o'tgan. Shuning uchun men pensiya olyapman. Demak, hammasi joyida deb qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, kartaga tushgan pulning hammasi yangi qo'shimcha bo'lmasligi mumkin. Ba'zan bu oldingi oydan qolgan farq, kompensatsiya, qayta hisob natijasi yoki texnik kechikishdan keyingi to'lov bo'ladi. Shuning uchun bank SMS xabaridagi summani ko'rib xulosa chiqarmang. To'lov tafsilotini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Hamma pensionerlarga bir xil summa berilmaydi. Internetda avgustda har bir pensionerga falon pul degan xabar tarqalsa, men birinchi navbatda manbani tekshirishni maslahat beraman. Rasmiy qaror bormi? Pensiya jamg'armasi e'lon qilganmi? Prezident farmoni yoki hukumat qarori bormi? Agar faqat ijtimoiy tarmoqdagi audio xabar yoki noma'lum kanal bo'lsa, bunday ma'lumotga ehtiyot bo'ling. Uchinchi nozik jihat. Ba'zi to'lovlar ariza talab qiladi. Masalan, pensiyani qayta hisoblash uchun sizda ilgari hisobga olinmagan ish staji bo'yicha hujjat paydo bo'lsa, uni shunchaki uyda saqlab o'tirish foyda bermaydi. Tegishli bo'limga murojaat qilish, hujjatni topshirish, ariza yozish kerak. Tizimda mavjud ma'lumot avtomatik olinishi mumkin, lekin har doim ham barcha arxiv ma'lumotlari avtomatik chiqavermaydi. 4-nozik jihat. Muddatlar muhim. Ayrim huquqlar hujjat topshirilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Ayrim holatlarda esa oldingi davr uchun ham farq berilishi mumkin. Lekin bu ham cheksiz emas. Shuning uchun biror hujjatingiz topilsa, keyinroq boraman deb cho'zmaslik kerak. Har bir oy siz uchun real pul degani. Ayniqsa pensiya miqdori past bo'lgan oilalarda 100 ming yoki 200 ming so'm ham dori-darmon. Kommunal to'lov yoki oziq-ovqat uchun sezilarli yordam bo'ladi. 5-nozik jihat,
Telefon orqali keladigan firibgarlik xabarlaridan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiya jamg'armasidan qo'shimcha pul olasiz. Karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting deb aldaydiganlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini begonlarga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu xavfli signal. 6-nozik jihat. Yashash manzili va bank kartasi ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar karta muddati tugaganini sezmaydi. Bank hisobida muammo bo'ladi yoki pensiya yetkazib berish usuli o'zgargan bo'ladi. Natijada pul hisoblangan bo'lsa ham olishda kechikish yuz beradi. Shuning uchun kartangiz amal qilish muddatini, bank ilovasidagi holatni, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan-yangilanmaganini tekshirib turing. 7-nozik jihat. Pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Pensiya odatda ish staji va mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ijtimoiy himoya chorasi sifatida tayinlanishi mumkin. Shuning uchun bir kishiga tegishli yangilik ikkinchi kishiga avtomatik tatbiq qilinmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchiga tegishli qayta hisoblash tartibi ijtimoiy nafaqa oluvchiga boshqacha qo'llanishi mumkin. 8-nozik jihat. Oiladagi har bir odamning huquqi alohida tekshiriladi. Masalan, bir uyda buva yoshga doir pensiya oladi. Bu ijtimoiy nafaqa oladi. Nabira boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Ularning har biriga tushadigan pulning sababi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizning uyga hammaga bir xil qo'shimcha kelishi kerak degan fikr noto'g'ri. Har bir to'lov turi bo'yicha alohida asos bo'ladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, avgust oyida kartangizga yoki pochta orqali kelgan summani odatdagi oylardagi summa bilan solishtiring. Masalan, siz har oy 1 million 2 ming so'm olgan bo'lsangiz, avgustda 1 million 403 ming so'm tushsa, farq 10 ming so'm. Bu farq nimadan kelganini aniqlang. Agar 2 million so'm tushsa, demak bu yerda bir necha oy uchun qayta hisob yoki boshqa asos bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, rasmiy ma'lumot oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, MyBond.gov.uz portali yoki tegishli rasmiy ilovalar orqali ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Muhimi, noma'lum Telegram kanallardagi gap bilan emas, rasmiy manba bilan ishlang. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Talaba farzand uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi mumkin, lekin asosiy hujjatlar shular atrofida bo'ladi. 4-qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman yoki avgust oyida tushgan to'lov tafsilotini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizada sana ism, familiya, telefon raqami va imzo bo'lishi kerak. 5-qadam, arizangiz nusxasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni saqlab qo'ying. Bu juda muhim, chunki keyin murojaat qilgandim deb aytishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Qachon murojaat qilgansiz, kim qabul qilgan, qanday javob berilgan, bularning hammasi yozma iz bilan tasdiqlansa, sizning huquqingizni himoya qilish osonlashadi. 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Telefon raqamingiz kartaga ulanganmi? Shularni ko'ring. Ba'zida odam pensiya jamg'armasidan shubhalanadi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi. Agar pul hisoblangan bo'lsa, lekin kartaga tushmagan bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasi o'rtasidagi ma'lumotni aniqlashtirish kerak. 7-qadam, ota-onangiz yoki yoshi katta qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi, SMSni tushunmaydi, firibgar qo'ng'iroqlardan qo'rqadi yoki aksincha ishonib qoladi. Siz ularning kartasini nazorat qiling degani emas, balki hujjatlarni tartibga solishda, rasmiy idoraga borishda, ariza yozishda yordam bering.
Bu juda katta amaliy yordam. 8-qadam, agar sizga pul olish uchun oldindan to'lov qiling deyishsa, darhol shubhalaning. Pensiya yoki nafaqa bo'yicha qonuniy to'lovni olish uchun begona odamga pul berish kerak emas. Men tanish orqali tezlashtirib beraman degan gaplar ham xavfli. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, rasmiy tartibda murojaat qilasiz va javob olasiz. Huquqingiz bo'lmasa, hech qanday tanish uni qonuniy qilib bera olmaydi. 9-qadam, pensiya miqdoringizni har yili kamida bir marta tekshirtirib turing. Ayniqsa, yangi hujjat topilgan bo'lsa, ish stajingiz bo'yicha shubha bo'lsa, ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlar keyin topilgan bo'lsa, buni kechiktirmang. Men ko'p ko'rganman. Odam yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Keyin bitta arxiv ma'lumotnomasi bilan pensiyasi oshadi. Bu pul uning o'z mehnati evaziga topilgan haqqi. 10-qadam, rasmiy qarorlarni kuzating. Pensiya miqdorlari oshirilishi, minimal miqdorlar, ustamalar, ayrim toifalarga beriladigan qo'shimchalar odatda rasmiy hujjatlar bilan belgilanadi. Shuning uchun eshitgan xabaringizni darhol qarindoshlarga tarqatishdan oldin tekshiring. Noto'g'ri xabar odamlarni bezovta qiladi. Ayrimlarni idoralarga behuda qatnatadi, ayrimlarni esa firibgarlarga yem qiladi. Yana bitta juda muhim misol. Bir amaki har oy 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Avgustda 1 million 1 ming so'm emas, 1 million 1 ming so'mning o'zi tushdi. U qo'shnisidan menga 5 ming qo'shimcha tushdi degan gapni eshitib darrov xavotirga tushdi. Tekshirib ko'rilsa, qo'shnisiga oldingi 2 oy uchun nogironlik guruhi qayta tasdiqlangani sababli farq puli tushgan. Demak, bir odamga kelgan qo'shimcha ikkinchi odamga ham kelishi shart emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Yana bir misol. Bir opa pensiyasini kam deb o'ylaydi. Lekin hech qachon hujjatlarni tekshirtirmagan. Mehnat daftarchasida 5 yil bir korxonada ishlagani yozilgan. Ammo pensiya tayinlanganda bu davr bo'yicha arxiv tasdig'i bo'lmagan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuboradi. Ma'lumot topiladi. Pensiya qayta hisoblanadi. Oyiga bir etidan 1000 so'm oshsa ham bir yilga bu 20 million takin sud 1000 so'm degani. Mana shuning uchun hujjat masalasiga befarq bo'lmaslik kerak. Yana bir holat. Talaba farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. O'qish joyidan ma'lumotnoma kech topshirilgan. To'lov bir muddat to'xtagan. Keyin hujjat taqdim etilgach, huquq saqlangan davr uchun pul qayta hisoblangan. Oyli avgustda birdaniga kattaroq summa olgan. Bunday paytda quvonish mumkin, lekin sababini bilish ham kerak. Sababini bilgan odam keyingi safar hujjatni vaqtida topshiradi va to'lov to'xtab qolishining oldini oladi. Bugungi asosiy fikr shuki, avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali keladigan qo'shimcha yoki odatdagidan ko'proq summa ayrim fuqarolar uchun haqiqatan ham yoqimli yangilik bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma odamga bir xil miqdorda avtomatik pul tushadi degani emas. Kimning hujjati qayta hisoblangan, kimning ustamasi o'zgargan, kimning oldingi oylar uchun farqi bor, kimning to'lov turi boshqa, bularning hammasi alohida tekshiriladi. Men sizga maslahat beraman. Kartangizga tushgan summani tekshiring, rasmiy manbadan ma'lumot oling, hujjatlaringizni tartibga soling, kerak bo'lsa yozma ariza bering va hech qachon SMS kod yoki karta ma'lumotlarini begonalarga bermang. O'z haqqini bilgan odam ortiqcha vahimaga tushmaydi va o'ziga tegishli pulni ham yo'qotmaydi. Sizda avgust oyida pensiya yoki nafaqa miqdorida o'zgarish bo'ldimi? Kartangizga odatdagidan ko'proq pul tushdimi? Yoki aksincha hech narsa o'zgarmadimi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.